Mana olmani yashiryapman. O'ng qo'limda olma bor. Har bitta shu olmani topa olmaganingiz uchun menga 100 ming so'mdan berasiz. Kelishdikmi? Mana yaxshilab qarang. O'ng qo'limda olma ketyapti. Qaysi birda olma bor? Qo'lingda qanish. Olma yo'q. O'ng qo'limda edi. Qanaqasiga? Yo'q. 100 ming bering. Yana o'ng qo'limda yashiryapman, adasi. O'ng qo'lingda yashiryapti. Ha, ket. Qaysi qo'limda olma bor? Chap qo'lingda qanishdi, chap qo'lingda. O'ng qo'limda edi, topa olmadingiz. Bilas, nima qilyapsan sen? Nimadir qilyapsan? Alloh menga yo'l ochyapti, adasi. To'xtatsa 200 ming beraman, sirni aytasan. Yo'q, men halol mehnat qilib topish xohlayman. Tushundingizmi? Peshona terim bilan halol harakat qilib halol mehnat qilish xohlayman. Sen g'irrom qilyapsan. Bu o'la Allohdan qo'rqing, adasi. Voy, bilasa. Siz xotiningizni shunaqa g'irromchiga chiqargan uyaling. Shunaqa fokus o'rganib olganman men. Tushundingizmi? Mana chap Pilas. To'xta, yo'q. Halol mehnat qilib topdim. Yana 300 ming bering. What? Nimaga 300 ming? Fokusning sirini bilib qoldim. Get out. Qonun qoidaga asoslanib fokus sirini bilish mumkin emas. Bilganingizdan keyin 300 ming berishingiz kerak. Bo'ling.